Aleyküm. Sizlar bilan men yana Henderboy. Bugungi videomizda biz nima desam bo'ladi? Kattakon bitta lavali orolchada yashab qolamiz. Qani ko'rib chiqsak. Bu yerlarda sigir, ovqatlar bor. Uni tog'ni ko'ryapsizlar-ku. Ishida o'rtaga borsalaring lava bor. Bu setni men Telegram kanalimdan ko'rsalaring bo'ladi. Meni kanalimni nomi nima desam bo'ladi? Enderboy pastcha Minecraft. Mana shu YouTube kanal bilan bir xil deb yozsalaring chiqadi. Ashida grup qo'shib qo'ysalaring grup kanal, chat qo'shib qo'ysalaring chat kanal, o'zini kiritib qo'ysalaring mod tashlaydigan kanalim chiqadi. Menga murojaat qilishlaring mumkin. Yana kim menga qo'shilmoqchi bo'lsa, nima deyishim bo'ladi? Andijonda bo'lsa birga o'ynashimiz mumkin. Kechirasizlar, cheatlar bo'ladi. Bittadan biron tushib qolgani uchun nima desam bo'ladi? Daraxt qo'yib qisiq bo'lmay qoladi-da, o'lib qolamiz. Bitta kuchli olaylik, keyin cheatlarni o'chirib qo'yamiz. Unda esa survivalni boshlaymiz. Davay. Birinchi navbatda Minecraftni qoidasi daraxt cho'paramiz, daraxtni keyin taxtaga aylantiramiz. Keyin esa undan berista kesamiz. Hamda nima desam bo'ladi? Cho'plar ham. Keyin esa birinchi navbatga verstayni qo'yamiz, bilmaganlar uchun. Keyin esa verstayni ustiga bosamiz. Keyin esa birdan kirkani tanlaymiz va ustiga bosamiz. Va sindiramiz. Va sindirib bo'lganimizdan keyin yerga kavlab tushib ketamiz. Keyin yerga kavlab tushib ketganimizdan keyin hozir tosh chiqadi. Izvorda, tezroq bo'lsangchi, tosh qayerga qolib ketdi? Shuncha yerda sindirsam ham yer chiqaradi. O'zingni bos. Mana nihoyat tosh qani bu? Nima qilyapti bu tosh? Bu tosh emas. Iltimos, mana shu videoga like bosib qo'yinglar. Like bosalaring asabim ham tugaydi. Qancha like ko'p bo'lsa, obunachi ham ko'p